Hali ham o'tiribsizlarmi? Merz zo'rmi, BMW zo'rmi, Silverstone F1 zo'rmi, Neoline zo'rmi yo boshqa deb. Aziz do'stlar, kelinglar ajoyib bir imkoniyatdan foydalanamiz. Silverstone F1 kompaniyasi zo'r imkoniyat beryapti. Barcha haydovchilarga, shofyorlarga radar detektorni nomer 1ni tanlashda zo'r imkoniyat yaratib berdi. Qaranglar. Pastda nomer qoldiraman, ro'yxatdan o'tasiz. Silverstone F1 kompaniyasining radar detektorini olib ishlatib ko'rish imkoniyatingiz bor. Sizda agar boshqa brend bo'lsa, o'zingizniki bilan taqqoslab ko'rib, o'zingizni tanangizda his qilsangiz, u boshqacha bo'ladi. Chunki o'zingizga ishonasiz, ko'zingizga ishonasiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ro'yxatdan o'ting va radar detektoringizni Silverstone F1 kompaniyasining radar detektorlari bilan taqqoslab ko'ring. Hamkorlikda test qilib ko'ring va o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz qanday ishlayotganini, ishonchingiz komil bo'ladi. Men bilaman, taniyman, ko'pchilik Neoline kompaniyasidan Silverstone'ga o'tgandan keyin qaytib obratniy hech qachon Neoline'ga o'tmaydi, aziz do'stlar. Chunki biz bilamiz, Silverstone F1 kompaniyasi radar detektorlari juda ham pamyatlarga himoyasi kuchli, ortiqcha yolg'on signallar olmaydi va uzoqdagi radarlarni juda ham zo'r ko'radi. Shuning uchun men o'ylayman, O'zbekistonda aktual, SNGda, nafaqat O'zbekistonda, SNGda aktual bo'lgan radar detektor Silverstone F1 kompaniyasining radar detektorlari. Keling, yaxshisi buni amaliyotda ko'raylik. Birgalikda telefon qiling, ro'yxatdan o'ting va o'zingizni radar detektoringiz bilan taqqoslab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ling.